Blogerlar qanday soliqlarni to'laydilar? Blogerlik faoliyatini 3 xil ko'rinishda amalga oshirish mumkin. Birinchisi, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida. Bunda siz rasmiy xodim yollay olmaysiz, administrator ishlatish ham mumkin emas. 2026-yil 1-yanvardan 1 milliard so'mgacha daromad uchun 1% miqdorda aylanmadan olinadigan soliqlarni to'lanadi. Ikkinchisi, bu yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritish. Bu huquqiy maqom blogerlar orasida eng ko'p qo'llaniladi. Siz reklama, foto va video xizmatlarni ko'rsatishingiz va 5 tagacha xodim yollashingiz mumkin. 2026-yil 1-yanvardan boshlab 1 milliard so'mgacha bo'lgan daromad uchun 1% miqdorda aylanmadan olinadigan soliq to'lanadi. Lekin daromad 1 milliard so'mdan oshsa, umumiy soliq rejimida qo'shilgan qiymat solig'i, foyda va ijtimoiy soliqlar to'lanadi. Uchinchisi esa bu yuridik shaxs sifatida. Bunda 12% miqdorda qo'shilgan qiymat solig'i, 15% miqdorda foyda solig'i va 12% miqdorda ijtimoiy soliq va boshqa soliqlar to'lanadi. Agar hech qanday ro'yxatdan o'tmasdan jismoniy shaxs sifatida ishlab, reklamadan pul olayotgan bo'lsangiz, yiliga bir marta deklaratsiya topshirib, 12% miqdorda daromad solig'ini to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Masofadan turib, soliq mobil ilovasi orqali yoki may3.soliq.uz portaliga kirgan holda deklaratsiyalarni to'ldirish orqali amalga oshiriladi.